Xitoy 2 optim bozordagi narxlarni ko'rib chiqamiz. Bularni pachkaga 45 ming so'mdan beryapti ekan optimga. Arzonroq berishlari ekan yanada. To'g'ri bilan ish beryapsiz. Kesinlar. 45 ming. Bularchi? Bular 50 ming. 50 ming so'm ko'proq. Bular ham shunaqa. Ko'proq shtamplar chiqib, pachkaga necha pul apa bular? 55 ming so'm mana ko'proq shtamplar 55 ming. Pachka necha beryapsiz aka? 45 ming beryapsiz. 45 ming so'mdan ekan, 48 dan 54 gacha cho'radi. Bular pachkaga 45 ming so'm ekan, sele materiali, fasoniga e'tibor qilasizlar, oddiy. Lion materiali. Lion materiali, oddiy e'tibor qilasizlar, 48 dan 54 gacha. Shtamplarchi? Shtamplar 43 ming so'm. 43 ming so'mdan shtampl ko'ylak lozim. Qovnashlar bular pachkaga 48 ming so'mdan ekan, optimga 45 ming so'mdan berishaverar ekan. Fasoniga e'tibor. Shtampl papellar pachkaga necha pul aka bular? 42 ming so'm. 42 ming so'mdan ekan, hurmatli obunachilar. Fasoniga e'tibor qilasizlar. Bularchi aka katta ko'ylak lozim. 45 ming so'm. 45 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Trenddagi fasonimizda 55 ming so'mdan qilib ko'ylak lozimda. Fasoniga e'tibor qilasizlar. Keyin mana fasonimiz, bu ham trenddagi fasonimiz 48 dan 54. Qilib ko'ylaklarimiz pachkaga 50 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Pachka necha pul apa bular? 40 ming so'm shtampl. Katta ishlangan. Bularchi? 35 ming beryapti. 35 ming so'm. Ko'proq 30 qilib berasiz? Qilib berishaveradi ekan. Ichga necha beryapsiz bular? 45 ming so'm. Materiali selena, yoqalilarchi optimga. Ulardan shunaqa beryapman-ki. Hurmatli obunachilar, o'zim ham yuk yig'ib chiqaraman, bemalol aytaverasizlar. Chiqarib ham berish xizmatimiz bor.